Demak, assalomu alaykum. Biz davom ettiramiz. Bugungi ko'radigan mavzuyimiz sorting, ya'ni saralash hisoblanadi. Biz ko'radigan birinchi funksiya bu sort deb ataladi. Uni qanday ishlashini ko'ramiz. Undan oldin biz kerakli ma'lumotlarni yuklab olishimiz kerak. Demak, biz datani ko'rsak, ya'ni mana datani o'zi bizda shtat nomi bor, sarfmasi, qaysi hududda joylashganligi, aholisi va bu yerda necha kishi o'lganligi, vafot etganligi, qotilliklar soni desa ham bo'ladi. Shular keltirilgan ma'lumot bor va biz total, ya'ni o'lganlar soni bo'yicha bularni saralab chiqamiz. Biz hozir bu funksiya ko'radiganimiz masalan mana bunda ishlaydi. Sort bu o'sha funksiyani nomi. Murders. Mana buni bossak, mana total. Demak, bizga kelib chiqdi. Eng ko'p o'lganlar soni 1250 ta, eng kam esa 2 ta. Bu bizga miqdorni saralab berdi-yu, lekin biz buni qaysi shtatga aloqasi borligini bilmaymiz. Masalan, qaysi shtatda 1.8 kishi o'lganligi haqida ma'lumotga ega emas bo'lsa, shuning uchun biz bu funksiyani yana takomillashtiramiz. Davom etamiz takomillashtirishda. Keyingi funksiyamiz bu order deb ataladi va uni qanday ishlashiga bir misol keltiramiz avval. Mana masalan x funksiya qabul qilsin 31 4 15 92 65 ni. Mana x, mana bu yerni sizlarga yana qaytib ko'rsataman yaxshiroq ko'rinishi uchun. Endi agar sort x qilsak, bizga bularni yana o'tish tartibida ko'rsatib beradi. Masalan 4, undan keyin 15, keyin 31, mana keyin 15, keyin 92. Ya'ni bu vektorni bizga o'tish tartibiga saralab berdi. Order esa bizga shularni indeksini qaytaradi. Hozir sizlarga ko'rsataman. Order x qilsak, mana ya'ni bu nima degani? 2 degani bu demak, mana bizga vektorlar berilgan endi. Mana haqiqiy vektorlarni o'zi, order funksiyasi esa mana shu vektorlarni indeksini saralangan tartibda qaytaradi. Ya'ni birinchi bizda 2 turibdi. Bu degani ikkinchi indeksli element eng kichigi degani. Mana 4 ro'shaning eng kichigi. Undan so'ng 3-indeks. 3-indeksga 15 turibdi. Undan so'ng birinchi indeksda 31 turibdi. Ya'ni mana bu tartibdagi elementlarning indeksini qaytaradi. Ya'ni mana shu indeks bilan qo'yib chiqsak, tartibini, original vektorni, bizda saralangan o'tish tartibidagi vektor paydo bo'ladi. Yanada tushunarli bo'lishi uchun mana bunday qilib ko'rsatamiz. Mana masalan indeks qilamiz. Order x qilsak, mana indekslar paydo bo'ldi bizda. Mana bu yerda ekranning o'ng tarafida turibdi mana indekslar. Endi esa biz x ni mana shu indekslar bo'yicha yozib chiqamiz. Mana 4, 15, 31, 65, 92, ya'ni o'tish tartibida bo'ldi. X o'zi esa mana bunday tartibda, mana 31, 4, 15, 92, 65. Demak,
order funksiyasi mana shunday ishlar ekan. Ya'ni original vektorni indekslarini shunday tartibda qaytaradiki, agar original vektorni shu tartibda qo'ysak, o'tish tartibiga tushib qoladi. Mana bu esa misoli. Endi esa savolimizga kelsak, biz mana buni ko'rgandik, mana. Ya'ni 1257 eng ko'p o'ldirishlar soni, lekin u qaysiga tegishli ekanligini masalan bilmaymiz. Uni bilishni mana bunday qilib bilsa bo'ladi. Mana. Demak, index deb olamiz. Order murders totalga tushirsak mana bunday bo'ladi. Endi esa murders abbreviation qisqartmasi int qilsak mana. Demak, CA bu Kaliforniyaga to'g'ri keladi. Mana buni bilib olishning boshqa yo'li ham bor mana. Biz hozir qulay bo'lishi uchun qisqartmani ishlatdik. Biz state o'zini ham qilsak bo'lardi. Mana. Demak, o'tish tartibida, demak, income variantda mana ikkitasi variantda ekan. Demak, eng ko'pi 1257 esa Kaliforniyada ekan. Agar datani o'ziga ham ko'z bilan qarasak ham shuni ko'rishimiz mumkin. Burada qilsak, bu funksiyamiz qo'shiladi. Mana boshqa qilish kerak ekan. Videoni boshqa qilsa mana o'zi paydo bo'ldi. Demak, mana bu yerda bilib olsak bo'ladi. Mana bu yerda ham o'zi qo'llar saralash mumkin. Masalan, mana income variantda population mana buncha o'ldirilgani son mana buncha qisqartmasi. Eng ko'pi esa mana Kaliforniya 1257. Bu endi qo'lda ishlash uchun arda ishlash esa mana bunday bo'ladi. Biz hozir bu yerni yana bunday qilsak, biz hozir ko'rdik, mana income va eng ko'pini qanday ko'rishni ko'rdik. Bu uchun maxsus funksiyalar ham bor. Agar qiziq bo'lsa, masalan, birdaniga eng ko'p income bizga qiziq bo'lsa, uni mana bunda ko'rib olishimiz mumkin. Bizda max va which max degan funksiyalar bo'ladi. Max funksiyasi mana bunda ishlaydi, ya'ni maksimumga to'g'ri keladi bu. Borders total qilsak, mana 1257 eng ko'p o'ldirilganlar soni. Which max funksiyasi esa mana shuni indeksini qaytaradi. Ya'ni hozir ko'rsam sizlarga index max qilamiz. Which max murder total. Mana bu yerda qo'shildi mana. Demak, murder stake max qilsak mana Kaliforniya kelib chiqdi. Demak, eng ko'p o'ldirilganlar soni Kaliforniyada ekan. Va xuddi shu funksiya bizda minimumda ham ishlaydi. Masalan, mana minimum murders total. Demak, ikki kishi ekan. Minimum qilsak, which minimum murders total. Demak, ko'rmoqchi bo'lsak, murders state qilsak mana variant kelib chiqdi. Variantda income
to'ldirishlar soni kelib chiqadi va bizga keyingi funksiya ham bor. Bu rank deb ataladi. Rank funksiyasi order yoki sort kabi ko'p ishlatilmasa ham ammo kerak bo'lib qoladi. Uni mazmuni mana bunday bo'ladi. U o'sha vektorni elementlarini tartibini ko'rsatib beradi. Ya'ni hozir sizlarga o'zim ko'rsatib beraman. Mana yana x valini ko'rsatamiz. Endi esa rank x qilsak mana buni qaytaradi. Ya'ni bu degani 31 uchinchi indeksda turadi agar saralanganda. Mana bunday qilganida ko'rinarli bo'ladi. X qilsak mana vaqtli vektor, mana bu rank funksiyasi qaytargan natija mana bu yerda tartiblangan, ya'ni sort bilan. Ya'ni birinchi sort x qilsak 3 qaytardi. Birinchi 3 degani 3. Ya'ni mana bu 31 ga teng qiymatli elementi 3-tartibda bo'ladi. Ya'ni mana rosa ham ko'rsak 3-tartibda turibdi. Va mana 4 esa 1-tartibda bo'ladi. Ya'ni eng kichigi. Mana 4. Keyingi esa 2-tartibda bo'lardi. Mana bu 15. Ya'ni rosa ham 15 2-tartibda. 92 esa 5. Bu yerda eng kattasi. Ya'ni rosa ham oxirida 5 eng kattasi. Keyingi esa oxirgi element 4-o'rinda bo'lardi agar saralanganda. Mana rosa ham 4-o'rinda turibdi. Va buni yanada qulayroq bo'lish uchun mana bu yerda vizual ko'rinish ham bor. Mana har bir funksiyani qanday ishlashi haqida. Mana ana bu original funksiya, ya'ni original vektor. Mana bu yerda sort qaytargan vektor bo'ladi, ya'ni tartiblab o'zini qaytaradi elementlarni, ya'ni tartiblagan holatini. Orderda esa qaysi indeks bilan tartiblasa tartiblanib qolishini qaytaradi. Rankda esa o'sha elementlarni tartiblangan vektordagi tartib raqamini ko'rsatadi. Mana bu yerda ya'ni o'shani ko'rdik. Va shu bilan birga yana qo'shimcha bir narsani ham aytib o'tishimiz kerak bo'ladi. Masalan, a bo'lsin, mana bu 1 2 3 bo'lsin. 1 2 3. Uzr, mana bu funksiyasi qolib ketibdi. Mana buni tozalaymiz bu yerda. b bo'lsin. c masalan 11 12 13 14 15 16 bo'lsin. Mana. Endi esa a plus b ni topsak, bu bizga ogohlantirish qaytardi, ya'ni xato qaytarmadi. Arda mana shu endi bu kamchilik ham deb bo'lmaydi-yu. Mana shunga o'xshash holat yuz beradi, ya'ni bu bizga error qaytarmaydi, ya'ni xato qaytarmaydi, ogohlantirish qaytaradi. Ya'ni uzunliklar bir-biriga to'g'ri kelmadi deb. Demak, bunda 3 ta, bunda esa 7 ta element bor. Shuning uchun buni yig'indisi mana bunaqa deyiladi. Mana 10 ga 1 ni qo'shdi, keyin 2 ga 11 ni, 3 ga 12 ni qo'shdi, keyin 13 ga yana 1 ni, 14 ga 2 ni, 15 ga 3 ni qo'shdi, 16 ga yana 1 ni qo'shdi. Demak, mana shunday ishlaydi. Mana shu yerda adashib qolmaslik kerak. Bu ham vektorlar ustida ishlashni ustidagi bir qoidalardan biri. O'tgan darsning davomida desa ham bo'ladi. Umumiy mavzuyimiz esa bugun saralash bo'ldi, ya'ni mana shulardan iborat edi.